Alish Organition. Alish Organition. Uylanmoqchimiding? Ha? To'yingni hamma muammosini hal qilib beradi, yo. Assalomu alaykum, xo'jayin. Yangi klient olib keldim. Kim bu? Kuyovmi, kuyovim dadasimi? Jan. Ismi Yorqinjon. Qattan bildin hozir? 5 minut oldin bu aytdi, hazillashdim o'rtoq. Xavotir olma, san to'ying Qo'qonda bitta bo'ladi. Bizda birinchi masala bunga qiz topish kerak. Qizda umuman muammo yo'q. Mana Instagram xolagan qizingni tanlab ol. Yo'q, men tushundim. Menga mobilalar bor, o'sha Uylangani deyapti bu. Mobilalarni kecha zakaz berib ketishganda band. Lekin ajrashgani bor, Govdezga mos. To'rtta balasi bor. Bo'lmaydimi? Jan. Ketdik. O'zbekda to'y har doim kamchiqim bo'lishi kerak. 4 tonna ko'mir yo'q, shundan boshlaymiz. 4 tonna ko'mir. Ha, professionallarga ishon bo'ldi. 3 tonna makaron ham, birinchi makaronni olamiz. Makaron. Da, aka, ha. Hozir. Qani rang yoqadi senga? Haligi dollarda rangi bor-ku. To'rtta dollar tursa yozib qo'ying aka. To'ying mana shu yaqinda remontdan chiqqan To'ron to'yxonada bo'ladi. Nimaga aynan To'ron to'yxonada? Senga afzallik tomonini aytadigan bo'lsam, san'atkorlar sahna beziga, svita muzikalar senga bonusga teppa-tekinga tushadi. Ili plus narxlari ham arzon. Seryozni? Men odam ko'pligi. 500 ta odamni bemalol bag'riga sig'dirib olaveradi bu To'ron to'yxona. Hamma yo'lni hal qildik. Endi to'yni nechinchi kunga yozamiz? Yozmay turavering aka, akamni uylantiramiz bu yil. Balki keyingi yil kelarman. Akangizga xotin kerak emasmi?